Assalomu alaykum, charchamayapsizmi? Sizga olaveraymi? Qanchadan beryapsiz? 16 ming. Narxi 16 ming so'mdan ekan. Rasvetkalar. Razmeri standartmi? Razmeri standart. 3 yosh. 3 yoshlarga tushadigan ekan. Nomeringizni qo'yib ketaymi? Nomer shartlashishyapti. Bizda kuryerlik xizmati mavjud, yuk yig'ib berish xizmati. Nomerlarimiz 33lik 309 4187. Shu nomerda 93ligi bor, 33lik nomerimizda Telegram bor. Telegramga o'tsalaring. Telegram kanalimizda silkasi qo'yilgan. Telegram kanalimizga, YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Charchamanglar. Assalomu alaykum. Charchamaysiz, YouTube olyapman. Nech puldan beryapsiz? Bular aka yo'g'anida 30 mingdan. Buni 30 ming so'm ekan yoqqanlar. Bularimiz aka 26 ming. 26 ming so'm ekan. Bularimiz aka 22 ming so'm. Bu 20 ming so'm yangi oldi. yuqoriroq 22 ming so'm ekan, bu yangi yo'g'i 20 ming so'm ekan. Razmeri bir xil emas. Aka 54dan 60 gacha katta razmerlar. 54 dan 60 gacha ekan razmerlari. Katta razmer deyishyapti. Sifatiga deyapti, behijolat deyapti. Nimachi? Telefon nomeringiz? 50lik aka. 50lik 579 579 66 68. 66 68 raqamiga aloqaga chiqinglar, akamiz ishlardan kerak bo'lsa. Telegramga ham rasm olaman hozir kanalimizga. Ishlarda adashmasam, aytiladi narxlari. Assalomu alaykum. Hormang opa, charchamayapsizmi? Qancha berasiz ko'ylakchalarni? Kuchayibdi-ya biznes. Opamiz ham yaqingacha ishdan tikib kelardi hozir. Anaqa ko'ylakchalarga o'tibdi. Qoyil. Ular narxi 15 ming so'mdan ekan. 5 tadan pachkalab qo'ygan, vishilkali. Narxi 15 ming so'mdan ekan. Bu tomonlarchi? Bular 20 ming so'mdan ekan. Troykami bular? Ha, bular troyka ekan. Bular 20 ming so'm, ha? Doyka bular. Troykalar nech pul? Troyka ham 20 ming so'mdan ekan. Terapas, keyin kamzirchasi bor ekan. Bular ham shunaqa to'qimalar? Opa. O'zgarishlar zo'r. Bularchi? 8 ming. 8 ming so'm buchi? 6,5. 6,5 ming so'mdan ekan. Bu ham 6,5 ming. Buchi terapas? 10 ming. 10 ming so'm. Ancha kuchli-a o'zgarishlar. Bunachi to'qimami, nima? Bu ham shunaqami? Qaysidir aka? Buni ham shu. Ular 20 ming. Ha, shu ham uni hammasi bitta 20 ming so'mdan. Ha, shuntalik bu. Tikilgan ham 20 ming so'mdan ekan. Telefon nomeringiz? 91lik 055 74 16 raqamiga aloqaga chiqinglar, opamiz ishlarini kerak bo'lsa. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Qancha beryapsizlar ko'ylakchalar? Bular zamoklilari 38 ming. Bular 38 ming so'm ekan zamokli. Zamoksizi 35 ming. Zamoksizi 35 ming so'm ekan. Hamma mo'lar raz ikkitalikmi? Birinchi, uchinchi sinf ekan razmeri. Pachkada ikkitalik. Bu endi kichkinasi, ha? Kichkina. Bunolari kattaroq, ha? Rasvetkalar bor deyshadi. Birinchi nechinchi sinf dedingiz? Birinchi, uchinchi sinf ekan. O, burchakda dedi. Kattagina ish ekan rasm. Zo'r. Bambuk, toza bambuk. Toza bambuk deyishyapti. Telefon nomerlang? 94lik 129 09 62 raqamiga aloqaga chiqinglar. Savdolang bersin. Assalomu alaykum. Videoga olib ketaveraymi? Chiroyli ekan lekin. Olaveraganda, kanda qizamang. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlar? Ishtonchilar qanchadan? 5 ming. Ishtonchilar 5 ming so'mdan ekan. Bular materialmi? Ko'ylakcha. Ko'ylakcha? Bora qo'yadi. Ha, hali nima pachkalangan shumi buni?
Voy material deb o'ylaysiz. Uni material sotganga o'sha o'rab qo'yib topamiz ko'ylakchalarni. Endi bu optimga endi hali arzonroq ko'ylakchalarda necha puldan? Ko'ylakchalar 8000 so'm ekan. Shumi endi bunalar? Shuni o'ralgani? Shu mana pachkalangan ekan. Narxi 8000 so'mdan ekan ko'ylakchani. Opamiz shu arzon ishlardan bosib qo'yibdi ishtonchilar. Qancha dedingiz? 5 5000 so'm. Buni kattasi ham 5000 mi? Mana qarang, uzunligini. Adashmasam bir 70 santi bor va 70 ekan uzunligi mana shu ishtonchaning narxi 5000 so'm ekan 70 santimetr. Bir 10-15 menimcha sotsa bo'lsa kerak, adashmasam. Mana kichkinalar qanchadan? 3,5. Voy, 3,5 mingdan ekan. Mana kichkinasi 3,5 ming so'm ekan. Buni razmeri bir 40 santimetr bor adashmasam. Bunalar bir adashmasam 8 yoshlargacha tushadigan ekan. Bunisi bir 3 yosh 4 yoshlarga tushadigan ekan. Bularchi? Bularni badalaska. Buni pastda turgandanmi? Yo'q. Boshqami? Ha, bu ko'rsatgani badalaskacha ekan. Bu o'g'il bolalarga ham cho'ra ekan, nimasali fasoni deydimi, nima deydi? O'g'il bola sifat. Mana gulsizlar o'g'il bolalarga ham cho'ra ekan. Buning narxi qancha? 7. Buning narxi 7000 so'mdan ekan. Olishga shoshilish kerak, shoshilish kerak deymi? Keyin buni mana endi gullilari ham bor ekan, qizlarga tushadigan. Qiz bola, o'g'il bola. Bu qizlarga, bu o'g'il bolalarga narxi 7000 so'mdan ekan. Darilar ham ishtonchalar qanchadan? 3,5 mingda, shu kichkina. Ha, 3,5 ming so'm ekan. Nomeringiz nechi? 94. Tola tila qo'yarsin. Telefon nomerlari 94lik 757 88 92 raqamiga aloqaga chiqinglar. Opamiz ishlaridan kerak bo'lsa. Sog' bo'ling. Bular qancha beryapti? Bular 20 ming litro. Narxi 20 ming deyishyapti, egasi yo'q. To'qima ishtonchalar, to'qima nima? To'qima jemfirchalar ekan. Savdolang bersin. Yangiliklar ko'p bu bozorda, ha. Anetdagi moda bo'ldi, nima? Nima yo'q sizlar mana deydi. Bular qancha beryapsizlar? 7 ming beryapsiz, 10 ming. Narxi 7000 so'm ekan. 3 oylik razmer ekan. Material poliester. Necha yosh endi? 4, 5, 7 yosh ekan. Bular ham shuni ranglarimi? Bu ranglari mana rasvetkalar har xil. Pachkada 3 tadan ekan. Nomeringiz nechi? Ha, bo'ldi. Nomerni o'zlaringizni qo'yaveringlar deyishyapti. Bizning nomerga aloqaga chiqinglar. Bular qanchadan ko'ylakchalar? Ular 26 mingdan. Hamma uchalasi ham bir xilmi? 26 ming so'mdan ekan bu ko'ylakchalar. Razmeri qanaqa chiqadi? Razmer standart. Standart taxminan bir 5 yoshlarmi? Taxminan 5 yoshlar, narxi 26 ming so'mdan ekan, juda ham chiroyli. Pechatlar juda ham chiroyli ranglar qo'yilgan. Bularchi? Ular 13 mingdan. 13 ming so'mdan ekan tevaliklar. Yo'llarchi? Bular ham 13 ming so'mdan ekan. Bunisi 10 ming so'm ekan. Telefon nomer qo'yaylikmi? Nechilik? 94lik. Hammasiga shu bitta sizlarga ketaveradi. Telefon nomer 94lik 491 491 73 64 64 raqamiga aloqaga chiqinglar. Savdolang bersin.